Ushbu xo'roz $5000 desam ishonasizmi? Yo'q, ishonmaysiz. Lekin Qo'qon shahridagi Sobir Abdulla mahalla fuqarolar yig'inida mana shunday narxlangan xo'roz bor. Tadbirkorimiz dastlab oddiy qiziqish bilan boshlangan ushbu xo'roz parvarishi bugun katta biznesga aylanib ketdi. 34 yoshli Abrorjon Qobilov ham ana shunday ishbilarmon mahalla ahlidan biri. U bir necha yil avval xo'roz parvarishiga oddiy qiziqish sifatida kirishgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan bu mashg'ulotni daromad manbaiga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi 10 tadan boshlagan edik. 10 dona kategimiz bor edi. Keyin kredit oldik. Shu bilan mana 50 ta bo'ldi. Uning orasida har xil nasldorlarini olib keldik. Yaponiyadan kelgani bor, Koreyadan kelgani bor, Vyetnamdan kelganlari bor. Hozir shularni ko'paytirib, shularni sotamiz. Tadbirkor imtiyozli kredit olib, o'z faoliyatini kengaytirdi. Bugun uning parrandalari orasida noyob va qimmatbaho zotdagi xo'rozlar ham bor. $100 dan $5000 xo'roz bor. Hozir shu ko'rib turgan xo'rozlaringiz ichida. Endi bu hozir uy sharoitida. Keyinchalik birorta yaxshi joy olib, yer olib, shuni turistga chiqaramizda. Hozir bir 60-70 ta bor. Shu yerda o'zida ko'rib turgan xonalaringda nasldorchilik oladigan joylarimiz bor. Bularni emlamalarini qilib turamiz, dori-darmonlarini, o'zini doktori bor keladi, suvga qo'shib beradigan tabletkalari bor. Shularni berib qarayapmiz, yaxshi Xudoga shukr. Hozir bu yerda 4 ta odam ishlaydi. Keladi, qaraydigani boshqa, shu parvarish qiladiganlar boshqa. O'ziga yarasha mashg'ulotlari bor. Zaldan kelasizmi, ko'chadan kelasizmi? Mana shuni bitta o'zimga yoqqanini qo'limga olib, bitta 5 minut erkalatib qo'ysam, hamma charchag'im chiqib ketadi. Bu tili yo'q xolos, lekin gaplashsiz gaplashadi bu. Mana misol uchun mana uni olyapsiz. Uni olasiz. Bu ishqibozchilikda bu endi. Shu faqat odamga o'xshab gapirmaydi xolos, lekin bir-birimizni tushunamiz. Qorni och qolsa o'zi ovqatni baqiradi. Mahallada yaratilgan imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlashlar sabab Abrorjon kabi tashabbuskor yoshlar o'z g'oyalarini amalga oshirib kelmoqda. Eng muhimi, bu kabi misollar mahallada talay